Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İslam və Biz proqramımızdan 157-ci saniyəni görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, yıllardan bu yan davamlaşdırıb atqan bu proqramımız hər bir müsəlman öz dini haqqında, dünyalığı haqqında, qılıb atqan barlıq işlərimiz haqqında Qur'an, sünnət nuru astıda, roşan delillər üstüdə düşünüşü gerek boğan xilma-xil mavzularni ayrım-ayrım temakan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Allah'tan ümidimiz, duayımız, tilekimiz şu ki özümüzden başlayıp elbette şu sözlengen mezmunlarni haqiqiy ravishda düşünüp hayatımızga tatbiqlab dünya ahirette baxt saadetke erişken müminlerin qatarıdan buluş tilekimiz. Bu elbette programdan 5. devatımız Rabbim bu mezmunların hammasini to'g'ri tushunib amal qilishga nasib qilsin deb duoyimiz ham beshida ham oxirida bu tilak bilan oxirlashtirib kelyapmiz programmamizni. Bugungi albatta orada taxminan 2-3 programma o'tib ketib qoldi. Ba'zi bir ustozning ham ishlari sababli inshaalloh har 15 kunda bir davom qilib kelyapmiz. Tünügün e'lanimizda bergandek bugungi temamiz intayin muhim bo'lgan tema albatta shu yot millat bilan to'y qilishninki masalasi haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Boshlab ketsak unda bo'lsa oldi bilan programmamizning doimliq aziz mehmonlarimiz tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun köpten köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqalıq naq meydandan tarixlib atıdı. Ekran aldı çıxıb durub atqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızga əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, belişanlardan suallarınlar bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qardaşlarımızın paydalanışı üçün həm bəhərləb qoşunu, həm unutmaq istər. Unda olsa başlayıp geçsek ustaz, aldı bilen şu elbette toy meselesi. Biz ilgirimi bu İslam ve Biz programımızda aile, şu nurgun meselelerine bu milletin kimlikini qoğdaş hakkında bir qançılığan temalarda toxtaldık. Toy meselesi mi elbette intayin muhim bolğan. Bulup mu muhaciret yaşayatqan xalqımızın özleri yaşayatqan devletlerde her xil milletler bilen toy qilib ketishini ama uzun kelgüsünü qarğa vaqtimizda milletga ko'rsatilgan uning ta'sirlarini ham to'xtalish kerak bo'lgan bir mavzu deb bilganga nisib bo'ldi. Shu oldi bilan bu to'y qilishninki oldi bilan mavjudlik va kimlik bilan bo'lgan munosabatini bir echib o'tib andikin qolgan temalarga kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Yat millet bilan to'y qilishdan milliy mavjudlik, dini kimlik, milliy kimlik ve vatan kimligi bilan zich munosabat bor. Chunki har qanday bir millat o'zining mavjudligini saqlash va kimligini himoya qilish uchun tiliga, diniga, qimmat qarishiga, tarixiga, madaniyatiga, vataniga, urf-odatiga alohida ahamiyat beradi. Çünkü bunu hammasi yuqori so'zlaganimiz kimlik omillari. Mush kimlik omillarininki birisiga sal qaragan millat ya tiliq sal qardi, yoki diniq sal qardi, yoki tarixiy, madaniyati, yoki jug'rofiy vataniga sal qaragan bo'lsa, bu shu tarafdan tahdidga duch keladi. Xo'sh. Endi Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarniki milliy kimligi, diniy kimligi ve vatan kimligi bu kimlikninki en muhim amil hesaplanır. Milli kimlik, ben meydan düşünelim. Dini kimlik desek, onu mu düşündüm? Milli kimlikten Uygurlar olsa. Dini kimlikten Müslümanlık, endim bir yerde vatan kimliği deyilgan bir neyse. Hoş. Yani biz neye gitabe? Qaysi bir tuprak gitabe? Qaysi bir zemin gitabe? Sharq Turkiston degan bu tuproq kitabimi yoki boshqa bir yerga. Buni mi aniq kimlik qatorida bayon qilish lozim. Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarning diniy kimligi, milliy kimligi va vatan kimligi kimlikdagi eng muhim omil hisoblanadi. Tarix, madaniyat va boshqasi buningga tava bo'lib mangadi. Kimlikning bu omillarni qo'g'dash
mavjudlikni himoya qilish va davlat qurishning oldingi shart hisoblanadi. Mavjudligimizni saqlaymiz deydiganmiz, kimligimizning yuqorqi omillar bilan qo'shib uni himoya qilishimiz lozim. Davlat qurimiz, mustaqil davlat qurimiz deyotganmiz, yana bu kimlikni, milliy kimlikni, diniy kimlikni, vatan kimligini uni himoya qilish lozim. Bu üç kimlikni himoya qilmay turib, mustaqil davlat qo'g'ilib bo'lmaydi. Mavjudlikni saqlag'ini bo'lmaydi. Uyg'urlarniki milliy kimligi, yoki Sharq Turkistonliklarning ummati, milliy kimligi, diniy kimligi va vatan kimligi birlashmay turib mustaqil davlat qo'g'ilmaydi. Bugun kunlikda ba'zilar parchalashga urinadi. Biz faqat bu diniga tayaniblam vatanni ozod qilib ketamiz, qo'lga olib ketamiz. Millat demaymiz yoki vatan demaymiz. Acaba bu vatanda yaşayan nurg'un insonlar var, Uyg'urlardan va Turkiy millatlardan. Ya musulmonlarning egalari hisoblanadi. Xo'sh. Bu vatan atalg'usi, vatan ufqimi, hargizmi bu diniy kimlikka, e'tiqod kimligiga islom nazariyasida, prinsipida zid kelmaydi. Ba'zilar deydi bu dini biz shu kuni qilishimizdan sababi bu din. Bu dindan yiroq holatda biz milliylikni, Uyg'urlikni o'tirg'a chiqib, mushna bilan vatanni qo'lga keltiramiz, davlat quramiz deb xiyol qilayotganlar. Acaba qon verilgan jonivorlarga kelgan chaqda buni oldingi hisobda topqini bo'lmaydi. Diniy kimlik bilan milliy kimlikni tang himoya qilmay turib, vatanning kimligini himoya qilmaydi. Sharq Turkiston degan bu kimlikni, mustaqillikning simvolini, yoki davlatning makonini, bu diniy kimlikni va milliy kimlikni tang himoya qilmay turib, uni himoya qilmaydi. Shundaqla millatning qimmat qarashi, tarixi, an'anasi, urf odatlarini bu kimlikni qo'g'dimay turib, saqlab qolgan bo'lmaydi. Belki bulsam to'ylar nima munosabat bo'lishi mumkin, kimlik masalasi bir az izohat berishni to'g'ri topdi. Endi o Sharq Turkistonliklarning ya Uyg'urlarniki bir kimligi bor. Umum bir kimligi. Men milliy kimlikni hammalar bildi. Uyg'urlik Uyg'ur bo'lsa, O'zbek bo'lsa O'zbek deydi milliy. Endi diniy kimlik va musulmonlik buni bilmaydi bu. Endi bu Sharq Turkistonlik deydigan bir vatan kimligi bor. Xo'sh. Uyg'urlarning ya Sharq Turkistonliklarning Sharq Turkistondan iborat bu kimligi dunyodagi barliq Uyg'urlarni birlashtiradi. Satqın bo'lmasa, xoin bo'lmasa, aqli o'shi joyida bo'lgan bir qalbi pak bir inson bo'lib qolsa, dunyoda Uyg'urning hammasi Sharq Turkistonlik degan bu kimlik birlashtiradi. O'rtaq g'oya nishon atrofiga to'play oladi. Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarning Sharq Turkistonlik degan bu kimligi barliq mush vatanga mansub bo'lgan, qalbi sab bo'lgan har bir Uyg'urlar ya Sharq Turkistonliklari tuyg'u birligini g'oya nishon birligini, vatan birligini va mas'uliyat birligini, harakat birligini ishga oshira oladi yoki uni yetildira oladi. Uyg'urlarning ya Sharq Turkistonlik degan bu vatan kimligi, vatanparvarlik ruhini, qarindoshlik ruhini, hamkorlik ruhini va bir-biriga ish chiqish ruhini yetildira oladi. Xo'sh. Agar mushnanqa bir sodiq bo'lsa, samimiy bo'lsa. Acaba bu kunlik nima uchun bu savol so'rash mumkin? Nima ish bu ish hujjat chiqmadi, bir Sharq Turkistonlik deb da'vo qilsaqmi, tashviq qilsaqmi, bozor asasaqmi deyish mumkin. Shuningda har bir inson, har bir qarindosh mushnanqa sodiq bo'ladimi degan bu savolga o'zlam javob beradi. Xo'sh. Men bir ishni qilsam, dinimga foyda kelsa, vatanga millat foyda kelsa, u foyda. Men bir ishni qildim, lekin u 3 omildan bir zarar kelganimiz o'sha foydaning qatori chiqib ketdi. Bu ruh bilan ish qilmaydi, ko'pincha qarindoshlar. To'g'ri. Bu yerda bir muhim nuqta bor. Balki ba'zilar deyish mumkin. Millat musulmon bo'lsa bo'lmadimi deydi. Buni ularla ish tugan. Bu savol ko'rinishi qarta to'g'ri savol deb ko'rin. Lekin muhim diqqat qilinmayotgan xalqlik bir masala. Albatta biz siyosiy ish qilgan vaqtimizda yoki to'y qilgan vaqtimizda yoki boshqa ish qilgan vaqtimizda oxiratligimizni o'ylashib maqsadimiz bu oldingi bir shart. Uning shak yo'q. Ammo millatning musulmon bo'lishi bilan davlat qo'g'ini oldiga undaq shart yo'q. Xo'sh. Millat musulmon bo'lganlik bilan hurlik ichida, adolat ichida, xotirjamlik ichida yashagani bo'lmaydi. Musulmon bo'lganlik shart bilan bo'lmaydi. Hem İslam'a amal qilib bir musulmon salohiyat ulashib qilmaydi. Mana bugun kunlikda ahvolimiz
ko'rinib turibdi vatanda. Xo'sh. Chunki vatan bo'lmasa, davlat qo'g'inilmaydi. Hukumatni shakllantirilmaydi. Davlat bo'lmagan, hukumat bo'lmagan yerda islomning ko'rsatmalarini va prinsiplarini, qoidalarini jamiyatda tatbiq qilinmaydi. Demak, musulmon bo'lish bilan davlat qo'g'inilmaydi. Cho'qim buning uchun vatan lazım. Xo'sh. Bir tuproq lazım. Bu nuqtada mushkil ko'z qarashni o'ylaydigan qarindoshlar obdan munoz qilish lazım. Gapimiz yig'ib aytgansak, bu yuqorida milliy kimlik haqida to'xtaldi. Uyg'ur o'lsibdi bilan ya Sharq Turkistoni. Diniy kimlik haqida to'xtaldi musulmon. Endi Sharq Turkistoni vatan kimlik haqida to'xtaldi. Buning to'y qilish bilan nima munosabati bor degan gap chiqadi. Albatta, bu yuqorida aytilgan 3 kimlikning to'y qilishi bilan zich munosabati bor. Uyg'urlarga o'xshash, yoki Sharq Turkistonlik o'xshash mahkumlik asrida yashayotgan, mustamlikat ostida yashayotgan bir millatga nisbatan bo'lapmi sirti yashayotganlar vatandan chiqib amal yo'q deydi ba'zilarga nisbatan, ammo hur dunyoda yashayotgan bu muhojirat asridagi Uyg'urlarga nisbatan milliy mavjudligimizni qo'g'daymiz deydi ekan. U bir ikkisi masalan milliy mavjud millatning. Diniy kimligimizni saqlaymiz deydi ekan, milliy kimligimizni himoya qilamiz deydi ekan, hurlik erishimiz deydi ekan, davlat quramiz deydi ekan. Bir-birini tushunadigan, bir-birini qo'llaydigan, bir-birini himoya qilgan, bir-birining dardik darmon bo'ladigan o'zining millatini to'y qilishi intayin zo'r bir masala hisoblandi. Munosabatini mana bu nuqtadan his qilgan bo'ldi. Allah razı olsun. Hakikaten muhim bir kiriş oldu. Hem de öz milletinden toy qilishninki kimlikni qo'g'dashdagi roli haqida biraz buni bir ta'kidlagan bo'lsak. Qiz olsun yoki o'g'il bo'lib qolsin, Uyg'urlar misol qalaylik, mahkumlik ichida bizga o'xshash chechilib ketgan, taraf-taraf parchalanib ketgan bir millatga nisbatan. O'g'il olsun, qiz bo'lib qolsin, o'zining millatini to'y qilgan vaqtida qimmat qarash o'xshashligi bor. Urf-odat o'xshashligi bor. Yashash usuli asos jihatdan o'xshashligi bor. Aqida, vatan, millat tuyg'usi o'xshashligi bor. İctimai munosabatlarmi o'xshashlik bor. Demak, nurg'un taraflardan qarasa o'xshashlik chiqqandir chiqadi. Bu sabablardan Uyg'ur o'g'il qizlari o'zining millatidan to'y qilgan vaqtida yuqorqi o'xshashlik sababidan bularning o'zaro asar chiqishib ketishi, bir-biri bilan moslashib ketishi, bir-birini hurmatlashi, bir-birini qadrlashi, xushalliqning o'rtaq bo'lishi, g'am qayg'uning o'rtaq bo'lishi, bir-birisininki dardiga darmon bo'lishi, ig'irchilik bo'lsa, ko'tarishda osonga tushadi. Bugungi masalan Uyg'urlar misol qilsak, mushu ota-onasi ko'rishmayotgan, iqtisodiy qiyinchilik duch kelayotgan, butun aloqasi uzilgan mushundaq bir zamonda bir Uyg'ur bilan to'y qilsa, bir-biriga tasalli bermay, qandami o'g'il qiz tarafga, qiz taraf o'g'il taraf qanday turmush kechiradi. Mayli uningki iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lsin. Vatan bilan aloqasi uzilgan, urug' tuqqan aloqasi uzilgan. Agar boshqa bir so'zdan bo'lsa, vatan dardi bo'lmagan vaqtida biz uni ayirib to'xtalamiz. Xo'sh. Bu bir-birisining dardiga darmon bo'lish degan narsa qachon bilinadi, buni his qilganlar biladi. Uyg'ur o'g'il qizlari o'zining millatidan bir dindor ekan. Dindor hammasi namoz o'qiganimiz dindor bo'lib ketmaydi. Buni biz ko'p to'xtaldik dindorlikning mohiyati haqida. Dindor bo'lgan, axloqli bo'lgan, ilm ma'rifatli bo'lgan, vatanparvar bo'lgan birlari bilan yoki yoshlar bilan qiz o'g'il bo'lsin to'y qilib, bular bir-birisining dardiga darmon bo'lishi, orzu armonlarda o'rtaqlashishi. Shuning bilan birlikda aqida, vatan, millatningki harakat uchun tang otlanishi. Bu millatningki hurlikka erishishi, adolatga erishish uchun kuchining yetishishi, imkoniyatining yetishishi bir kishilik has qo'yishi, e'tiqodiy jihatdan, yani diniy jihatdan, milliy jihatdan, siyosiy jihatdan, axloq jihatdan qechib qutulolmaydigan bir mas'uliyat sanaladi. Her bir Sharq Turkistonlik nisbatan diniy xizmat qilish, aqida xizmat qilish musulmon o'sib bilan. Bu millatningki omonlikqa, hurlikka erishish uchun xizmat qilish, mahkum millatningki ozodlik uchun xizmat qilish yoki harakat qilish uning e'tiqodiy majburiyati, axloqiy majburiyati, milliy majburiyati, siyosiy majburiyati. Buni hammiz qilib o'tibdi, qilmamdi, undan keyin to'xtalamiz. Xo'sh. Endi Uyg'urlar orasida yoki muhojirlar orasida
Ma'lum sabablar tufaylidan boshqa millatlar to'y qilib qolish ahvollari ilgari yuz bergan. Hozirgisi boshqa, ilgirgisi boshqa. Buni farqlantirish lozim. Chunki ilgari 10-15 yil ilgari zamonlarda qisman ba'zi kishilar yoki ba'zi shaxslar yoki ba'zi tonishlar qiz bo'lmaslik sababidan, qiz topolmaslik, o'zidan mil topolmaslik sababidan boshqa millatdan to'y qilgan ahvol bor. U istisnoiy ahvol. Chunki u vaqtda pasport ishlatilmaydigan, vatandan chiqolmaydigan yoki bir Uyg'ur qizini topolmaydigan u ahvol 15-20 yildan oldida ba'mudsi chet elda bor. U istisnoiy. Hamda normaldiki, hozirgi misolni olib aytsak, hozirgi zamonda ko'plagan Uyg'urlar 1 milliondek sirt yashayotgan Uyg'urlar bor edi. Bularning yot millatlardan to'y qilib qolish ahvollari bor. Mesela nima sababdan deydi? Buning sabablari ko'p bo'lsin, buni 6-7 xulosa qilaman. Bir ko'ngil sababi. Kuyib qolgan, bir maktabda o'qib, oshiq bo'lib qolgan. Ya qiz qilib qolgan degan o'xshab bir millatni, ya o'g'il bo'lsin, qiz bo'lib qolsin. Bu mashhur sababimiz. Xo'sh. Ya bir manfaat sababidan to'y qildi. Qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Bir vatandoshlikka erishish. Bir boshqasi o'yla. Yoki bir xizmatga o'rilish degan manfaatni o'ylaydi. Yoki Uyg'ur desa buni to'yliqqa monchilik pul talab qiladi, mehmoncha qilsak monchilik qildi, to'yliqning va to'y chiqimining ig'irligidan bir tal qahvalarlar yoki bir tal chokoladlar hal bo'ladigan ish ekan. Boshqa millat to'y qilishni nima qildigan bo'ladi? Iqtisodiy besimda yuz berishi mumkin. Yoki bo'lmagan bo'lsa, ba'zilar bor. Bu boshqa millatning madaniyatlikdek tatlı söz, şikayet söz to'xtamay hayatım cenim deb turdi ekan deb mastana bo'lib to'y qilib keladigan qizi bo'ladi. Mushunga o'xshash turli sabablar bor. Bu yuqori sababdan qaysi birisidan, garchi jiq sabab bo'lsa, muhimlari uchun mening nazarimda, bu yuqori sababdan qaysi birisidan yot millat bilan to'y qilish ahvoli yuz bergan vaqtida az sondikini chiqarib o'tgan chog'da, az sondiki qarindoshlarni istisno qilib o'tgan chog'da ko'p sonliqning ahvoli qarab qo'ying. Ko'p sonliqning ahvolida bir aqida ruhi, ya'ni bu yerda masalan aqida va vatan millat xizmat qilish ruhi tepilamdi, tepilmamdi. Aqida vatan millat uchun fidokorlik ruhi bormi, yo'qmi? Aqida vatan millat uchun qadini berdigan, janini berdigan, iqtisodini chiqardigan, aqlini chiqardigan, mana men tayyor etgan bu ruh bo'lamdi yoki tugab ketamdi? Buningga şu kişiler ya cevap versi oldu, ya olmagan bo'lsa har biri o'yinib baxs bo'ldi. Real. Biz ozgina kishilarni istisno qildik. Burun qiz topolmaslik sababidan to'y qilgan, ya to'y qilgan bo'lsin o'zining yo'lidan yanmaydigan 5%, 10%. Tamam bu maydondagi odamlar yoki harakatchan odamlar. Ammo 90% uning ahvoli aqida xizmatida, vatan millat xizmatida qanchalik, qancha % tushdi? Bu o'ylashtirishlik bir masala. Endi Uyg'ur qizni misolga olsak, yot bir millat bilan to'y qilsa, bu milliy kimlik uzun qolmay yo'qolib tugab ketadi. Balkim bir necha tal Uyg'urcha so'z bilishi mumkin. Ammo uningki bosh qurish, tarix, madaniyat, qimmat qarash, uch bu sababdan boshqa bilan to'y qilsa uzun qolmay tugdi bu. Uyg'urlar emas farzandlaridan tartib tashladi. Biz o farzandga kelmadi, farzand yo'q. O'zimi 10-15 yil qolmay tamam tugaydi. Bir necha qiz Uyg'urcha gapini hisob qilmagan vaqtda. Ham Uyg'ur o'g'li yot millatdan to'y qilsa, bu qanday bo'ladi? Desa, yuqori deganimizda az sonni hisob qilmagancha mutlaq ko'p qisminiki vatan millat dardi bo'lmaydi. Chunki o pasportga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Xizmatga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Obdan shirkatga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmagan bo'lsa, hech bo'lmasa xotinning tava holatda, chunki bu xotin olgan bo'lgandikan, u bir vatanga ega bo'lgan bo'ldi. Bu vatanim tursa, yana uyaga qon urib, jon urib, to'xtamay jafo chekib, men bir yashab baqay degan bu xil tuyg'u kelib qolsa, ko'p sonliqning ahvoliga o'xshash, vatan millat uchun bu din uchun xizmat qilish deydigan ruh uningda o'lib tugaydi. Bu Allohning reallik, bu xiyoliy sabsat emas. Hem yot millatdan tug'ilgan bolalarning ahvolini, buningki bir vatanparvarlik, vatan suygisi, vatan tuyg'usi deydigan bu narsadan so'z echish azg'ina nisbatga bir necha % hisob qilmagancha bu yo'qligi. Xo'sh. Biz hozir uning emas, hatto chet elda tug'ilgan bolalarning vatanparvarlik ruhining naqadar ozligini vatan tug'ilgan bolalar, uni farq etamiz. Ammo ota-onasining birisi
chet ellik bo'lib qolsa, yot millat bo'lib qolsa, buningdagi vatanparvarlik ruhi, ash vatan uchun qon versan, ash vatan uchun aqlni ishlatsan, mol-mulkni ishlatsan, to'xtamay shu o'yda bo'lsan, nima deydi? Men kimdik qarim to'kilgan uras uya, uni bilan men nima ishim? Hozir xizmat va maktab va u va bu va deb o'ziniki rivoyatini bayon qilish mumkin. Demak, xulosaga vaqtimizda yot millatdan to'y qilganlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, biz istisnodan boshqa. Ya'ni har qancha ilmli ko'p kasmi, har qancha unvonliq bir yerda bo'lib kasmi, aslan hisob qilmagan davomli istisno. Hammasi emas. Ba'zi bir shaxslar hisob qilmagan chaqda ko'pincha insonlarda vatanparvarlik ruhi, milliy tuyg'u ruhi, milliy qarindoshlik ruhi, mas'uliyat ruhi, aqid vatan millat uchun xizmat qilish ruhi ojizlashib ketadi yoki bo'lmagan bo'lsa, yo'qolib tugaydi. Buning uchun gapimiz chiqqan vaqtida o'zining millatidan to'y qilishning naqadar muhim ekanligini, milliy mavjudlikni qo'g'dash uchun mustaqillik yo'liga ayolning tang his qo'shish uchun, davlat qurish uchun o'zining millatini to'y qilishning naqadar muhimligini mishadib ko'ramiz. Ve bununla misal elishdan menimcha hajat olması gerek. Ko'pay bo'ldi haqiqatan. Xo'sh, endi temamizniki bu, bugungi temamiz bu. Yot millat bilan to'y qilish. Haqida dedik, hamda shu yot millatdan to'y qilishning salbiy ta'sirlari haqida. Biz ham o'zining millatini to'y qilsa, o to'ydan qanday bo'ldigini chiqishish, maslashish, qo'llash, bir-bir darmon bo'lish, bir-bir yo'lashdan bo'ldigan to'xtalib. Ham yot millat bilan to'y qilib qo'yat, qiz o'g'il ham biz. Til o'xshashmaslik. Balkim bundan so'ng men ingliz o'rgandim, uni o'rgandim, buni o'rgandim, arabcha o'rgandim, yaponcha o'rgandim deb o tilni hal qilib oldik deyish mumkin. Tamam, ma'qul. Qiz o'g'il yot millat to'y qilib, til o'xshamaslik. Bu bir sababning birisi aytdim, ba'zi. E'tiqod o'xshamaslik. Me'yor bir nuqta bor. E'tiqod o'xshamaslik emas. Uyg'urlarningki yoki musulmonlarningki musulmon bo'lmagan har qanday bir millat bilan kim bo'lsa to'y qilishi shar'iy nuqta, din nuqtadan harom. Buni kesib aytamiz. Balki boshda deyishlik masala deyilmagan. Bir musulmon o'g'ilni yoki musulmon qizdinki musulmon bo'lmagani bilan to'y qilish masalasida shar'iy hukm. Bunga balki ba'zi bo'lib qizlarning birinchi bo'lib musulmon bo'lmagan millat bilan kim bo'lsa bilan qanday unvonni, qanday maqomda to'y qilishi keskin holatda harom. O'g'illar kelgan vaqtida Yahudi va Xristian to'y qilish Qur'onning hukmi bo'yicha to'y qilish joizmi? Joiz. Diniy nuqtadan joiz. Ammo siyosiy nuqtadan buni to'sash bo'lamdi desa bo'ladi. Bu Qur'onning hukmi qarshi chiqqanlik emas, uni amaldan qoldirganlik emas. Chunki bu islom tarixida Hazrati Ömerning zamonida yuz bergan bir voqea. Yani bugunmi tatbiqlansa bo'ldi. Yani nima deb o'z vaqtida to'sqansa, Qur'onda garchi xristianninki qizlari bilan to'y qilsa durust bo'lsa-mi? Durust bu tarziki yo'q. Durust bo'lsa-mi? U musulmon qiz xonimlar tepilgan yerda buni tashlab qo'yib boshqa millat to'y qilsa, bularga nima bo'ladi? Zulm bo'ladi. To'y qilmay cho'kallarning nisbati oshib ketsa jamiyatda qalaymiqalliqning, fitna fasodning yuz berishiga sabab bo'ladi. Ehtiyojing bu yerda qamdildigan bo'lsa, u mubah doiraga nima qilsan, yo'lliq qishmayat bo'lsa deb cheklagan shar'iy siyosat. Bugun shar'iy siyosat nuqtasidan millatning mavjudligini qo'g'dash, himoya qilish nuqtasidan garchi ahli kitob bilan to'y qilish durust bo'lib qolsa-mi, Uyg'ur qiz tepilgan yerda uni shar'iy siyosatdan cheklamay qo'ysa bo'ladi bu masala. Garchi nima ekildiganligi o'tib ketdi. Endi gapimizni qaytsa, qiz o'g'ilning qaysi birisi boshqa millatda til o'xshamaslik, e'tiqod o'xshamaslik, qimmat qarash o'xshamaslik, urf-odat o'xshamaslik, yashash usuli o'xshamaslik, kiyim-kechaklar o'xshamaslik deganga o'xshash bir sabablar bor. Bu sabablarni to'y qilib qolgan vaqtida birinchi bo'lib ko'pincha ahvolda ota-onaning qarshiligi chiqadi. Ya'ni o yigitning yoki o qizningki ota-onasi bilan bo'lgan munosabatining buzilishining peshi o'shandan boshlaydi. Mesela o'g'il maktabda bizdan so'rab kelib bilan to'y qildi. Ota-onasi ko'pincha holatda uzun mezgil haplashishi mumkin. To'yini qilmaysan, Uyg'ur bilan qilsan, uni appam, buni appamman deb oilasi bilan bo'lgan uning orasida jidal bo'lishi tabiiy. Endi qiz yana bizning qilgan bo'lsa, endi uni teshig'i chiqarmagan bilan uning furqini, ammo ota-onasi bildi o furaqninki yoki o tutakninki naqadar ochiq ekanligini.
Bu ko'pincha holatda, ba'zi bir istisnoni hisob qilinmagan birinchi. Ikkinchidan yuqorqi sabablardan yuqori sabab o'xshamaganlik uchun bularning turmushiniki inoq o'tishimi oz bo'ladi. Az nisbatan olmagancha ko'pinchasining ahvoli, turmush ahvoli jangizdanlar o'tadi. Xotirjam o'tish, chiqishib o'tish, moslashib o'tish degan bu ahvol azib, jidal majra ko'p bo'ldi. Chunki o'xshamaydigan ahvollar. Chunki yot millat to'y qilgan vaqtida urf-odat o'xshamaydi. Masalan, ba'zilar deydi, din o'xshagan ekan deydi. Din asosiy narsani bilib qildi. Ammo insonning turmushi munosib nurg'un narsalar, bu urf-odat belgilaydigan narsalar. Xo'sh. Masalan, biz sizning lag'ma yegiz qilib qoldi deydi masalan. Xotin kishi rang pezigiz qilib qolganmiz, ko'pincha kishiniki Uyg'ur bo'lib qolsa, lag'ma yegiz qilib qolishi mumkin, masalan deydi. Bir misol deydi. Xo'sh. Urf-odat o'xshamasligi, qimmat qarash o'xshamaydi. Nimani muqaddas bilamiz, nimani ulug'laymiz, nimani ahamiyat beramiz, qimmat qarashligi. Xursandlik. Bu xursandlik desa, ba'zan deyshim, tamoqni obdayız xursand bo'ladi, yoki pulni obdan topsa, yoki o'yinning o'sina saya chiqsa, u xursandlik ularga bo'lmaydi. U bir ko'rinishning birisi. Bu xursandlik degan ayol ikkisi binas paranlashib turib, bir-birini xursand qiladigan gaplar. Bu bir millatlar yana bir millatdan farqidir. Masalan, biz ba'zi bir voqeani vatan to'g'risida, burunqi ajdodlar to'g'risida yaxshi xabarlar olsak, xursandlik nima qilamiz? Demak, xursandligimiz o'xshash. Tuyg'uni his qilolmaydi boshqa millat. Boshqa millatlar bo'lsa, masalan, bizniki ajdodlarimizdan qahramon bo'lganlardan bizimizsa, ayda odam o'tibdi ekan, ma deb qo'ydi. Xo'sh bo'ldigan kelgan chaqdimi? Xo'sh bo'lolmaydi. Masalan, ma gapni desa xo'sh bo'ldi deydigan gap ba'zi Uyg'ur. U gap boshqa millatda boshqa ifodalanishi mumkin. Endi dard alam bor. Darddan nima Uyg'ur desa, birinchi bo'lib nima desa, vatan dardi deydi. Dardning eng cho'ngi mahkumlik, mustamlik asli yashash, tajovuzdan ochib qolish. Birinchi. Xuddalanmagan bo'lsa, ikkinchi qatorda xuddi asan bo'ldi deydi. To'y qilinmagan bo'lsa, to'y qilsam bo'ldi deydi. Maktabda o'qiganmagan bo'lsa, maktabda o'qisam deydi. Qo'shimchalar dard armon. Eng birinchi dard nereden keldi desa, vatansiz. Buni Uyg'urlarniki hammasi setilgan xoyirlarni hisoblagan hammasi o'rtaq bo'lsa, dard alamda o'xshash. Kimdan jurki ko'ymagan desa, faqatlar munofiqlarning qag'inamiz jurki burunqidan tag'imi ko'yaylik desa, hozirgi zamon ko'yaylik. Bu ayrim bir dunyo. Orzu arman. Ko'pinchasining o'xshash. Ba'zi pushak odamlar oddiy binas o'ylashi mumkin, qo'shiqda o'ysa, obdan kaysa. Ammo orzu arman cho'ng bir narsa. Mutlaq ko'p nisbatda ko'pinchalik orzu arman o'xshash. Villada yashab baqqanlar bor chetda. Nurg'un dunyo ko'rib baqqanlar bor. Shu vatan. Nurg'un imkoniyat bor. Lekin ash vatanniki tuproq ekan. Sag'inmay, milliard pul olib qolsam, yashayolmaydi. Tabii. Sargandar ruh balkim buningki bir oddiy misol bo'lishi mumkin. Demak, bu arzu armonning o'xshashmasligi ikkalan orasida, yot millatlarning to'yga ikkalan orasida tushunishmaslik, chiqisholmaslik, bir-birini hurmatlamaslik, yoki bir-biriniki dardiga ko'ngil bo'lmaslik, arzu armonning o'xshashmaslikdek bunda bir munosabat yiriklashtirgan ahvollarni paydo qilish ehtimoli nayt kuchli emas. Xo'sh. Chunki davomli faqat o nima bilan bir musulmon bo'lsa bo'lgan namoz bilan tugmaydi u ish. Ibodat tugmaydi. Insonning nurg'un kunlik turmushda ishlari bor. Qildigan. Masalan, hozir bir kiyim-kechak o'xshamaydi. Yemek-ichmak o'xshamaydi. Bola tarbiyalash usuliga o'xshamaydi Uyg'urlar bilan boshqalarniki. Bu yerda dadasi deydigan ma usuldan tarbiyalaymiz. Onasi deydi, "Yo'q, onam menda o'rgatgan, ma usuldan tarbiyalaymiz" deb. Bumi bal tarbiyalash masalasi talash sabab bu. Har xil ijtimoiy munosabat. O'lan bo'lgan vaqtida, to'y bo'lgan vaqtida, mehmondochilik bo'lgan vaqtida har turli bir ijtimoiy munosabatlar. Yuqoridagilar. Bu o'xshashmas. Bu masalalarda bir-birisining ko'nglini og'ritadigan gap so'z chiqib qolsa, yoki uni alayda qimmat qarash deb qaragan narsaga ahamiyat bermasa, nima yuz berdi bo'lsa, yoki bizninki bir urf-odatda g'alati ko'rinib, tang-tong gap bo'lsa, masxara xarakterdagi, bu yerda jidal majroniki chiqishi tabiiy. Xafalıqdan chiqishi tabiiy. Uningsiz bu xafalıq tez vaqt tugamda tugmaydi. O bir yot bir millatniki, yon bir millatniki butun urfani qimmat qarashini unutdi. 100% uni o'zlashtirib ketishi mumkin. 80% bo'lishi mumkin, 90% bo'lishi mumkin. 60% bo'lishi mumkin nisbatga qarata. Xo'sh. Biz ko'p sonliqni da'vatimiz istisnoiy har zamon bakarmiz. Balkim ba'zi qarindoshlar
tekken, ağan. Biz onun qatarida emas, bunu biz nima deb aytamiz? Biz istisnoni her zaman qabul qilamiz. Meyli ko'p sonliqninki ahvoliga to'xtalyapmiz. Ko'p sonliq yuz beradigan holatlar. Shuning bilan birlikda yot millatdan to'y qilgan oiladan bolalar, tug'ilgan bolalar masalasi. Bularga kelib vatan sevgisi o bo'lmagandan sirt bu ota-onaning orasida talash-tortish ko'p yuz bersa, bu ta'sirlanadi, ta'sirlanadi. Demek bir yerden kıymet qarash o'xshamaslığı, örf-odat, turmush o'xshamas, o bu sebepten, talash-tortish sebebinden bular onunki nimasi o'xshaydi, ta'siri o'xshaydi. O'xshamagan ikki madaniyat ichida, balki o'xshamaydigan bir millat o'qigan bo'lsa, madaniyat o'xshashlik bo'lmaydi. Cho'ng prinsipal masala o'xshashmi, boshqa milliy madaniyatga o'xshamaganlik. Bu yer tingir qaydi. Ma'nanki mandakin aman. Eninken vatan tavallik qilib qoldi. Men a vatan tavalmi, bu vatan tavalmi. Qaysini tavalligini qaymoq qilish ahvol, qaymoq qo'sh ahvollar yuz berdi bolalardim. Demek bu bir bölük sıkışı bir sebeple vakit nasıl azlım. Bunun tefsiri toxtalgan vaqtimizda başqa millat to'y qilishninki qisman ortiqchiligi bo'lsa-mi, inkor qilmaymiz. Ba'zi bir fazilati bo'lsa-mi, ba'zi bir imkoniyati bo'lsa-mi, ammo ko'p sonliqlarga nisbatan buningki ep qilgan foydasidan jiqroq ziyni chiq. Shunga biz bu ishdanki oldin edish uchun bolalarimiz balog'at yoshiga yetgan vaqtida to'y qilishning gipini digini bo'lgan bir sharoitda balki ya kichik vaqtidan tatib uni degani bo'ladi. O'zining millatidan to'y qilish, o'lchamlik yuqori deganimiz qo'sha dindor bo'lish, axloqli bo'lish, bilim ma'rifatli bo'lish degan qo'sha sifatlar, eng muhim sifatlar. O'zining millatidan to'y qilishning muhimligini bo'lam bizga o'sha mahkum bir millatning dunyoda yo'qolib ketmas uchun Uyg'ur bilan to'y qilishning zo'rligini, buningki e'tiqod nuqtasidan, axloq nuqtasidan, milliy nuqtadan, siyosiy nuqtadan zo'rligini bolalarning kallasiga buni qo'yish lozim. Ish tugab bo'lgan vaqtida men demabdi ekanman, so'rab kelibdi, hamda bo'g'liq bo'libdi deb qolsa, u vaqtida o'sha aplashman. Shu ishninki vaqt dastlabda bu tarbiyani har bir ota-ona bolalariga berish lozim. Bo'lmasa bu yuqori salbiy natijalarga ko'plagan oilalar duch keladi. Ozg'in nisbatni hisob qilmaydi. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Gayet güzel içildi bir tema. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi sonimizni müşahede oxirlashtiraylik. Hakikaten gayet meg'izli şekilde tema içib berildi deb qarayman. Bütün milletimiz, dünyanın har qaysi joylarida yashayotgan xalqimiz albatta bu masalaga, bu millatning o'yg'oq ziyolilarimizni o'tirg'a qo'yayotgan masala, muhojiratda erib ketmasligimiz bo'libmi, Xitoy vatanda shunchalar bizning millatni tüp yildizni quritib etish uchun qilayotgan sharmandachiliklarni ko'rib turayotgan bir vaziyat yashayotimiz. Bu vaziyatda texambak o'z millatimizga yamışış, öz milletimizni saqlab qilish uchun bütün kuchimizni chiqarishimiz har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati. Shuning uchun oiladan iborat bu millatning kelgusini davomlashtiradigan bu qo'rg'onni ham o'z millatimizdan tanlab turib, o'z millatimiz bilan bino qilgan vaqtimizda kelgusi avlodlarimizmi bunga ko'ra yetishadigan gap. Hammamizni bunga muyassar qilsin deb tilaymiz Allohdan. Allah ömür versin, yana bir son programımızda başka bir temada görüşükçe aman bağışlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.